Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli obunachilar, sog'misizlar? Mana bugun biz Shohqadam uloq ko'pkariga yetib keldik. Hozir endi solimlar bilan tanishtirib o'tamiz va yangi otlardan, polvonlardan ozgina intervyu rolikchalar olamiz. Kuzatishda davom etingizlar. Samandar Kenjayev YouTube kanali va Samandar Kenjayev Buskashi Samandar Kenjayev Instagram kanaliga ham albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Yangiliklar endi Instagram sahifasida hamda YouTube tarmog'ida bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, kuzatishda davom etingizlar. Kommentariy yozib qoldiringizlar. Kimdan qanday intervyu olishimiz kerak bo'lsa, Xudo xolasa ularni ham tashkil qilamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qani endi kuzatishda davom etasizlar. Ketdik. Mana bugun ob-havoni qarangizlar, juda ham zo'r bo'ldi. Kecha yomg'ir yoqqan, nam bo'lgan. Mana bu yerda sponsor akalarimiz harakat qilyapti. Bu yerda xizmat qilayotganlar, mana formada turgan ekanimiz xizmatda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Charchamayapsizmi? Harakat qilyapsizlarmi? Rahmat, o'zlaringiz ham keldingizmi? Durust, rahmat. Mana hozir ozgina suhbat qilamiz siz bilan. Solimlar qanday bo'lyapti? Solimlarni bir ko'rsatib o'tamizmi? Juda qiziqda. Qani ketdik. Zo'r ob-havoni qarang, Toshkent. Ob-havo lekin Sponsor akam keladi, ko'rsataman. bo'ldi, ana sponsor akasi keladi. Bu amaklari bo'ladi-ya. Qani? Mana ikkita olsa. Ikkita mashina уже solimda. Oq. Mana uchinchisini ham hozir olib beramiz. Ana, xo'p, 3 ta avtomashina ya. Xo'p. Endi mana endi solimlarni ham albatta tuya 3 deydi. Qana 3 ta ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda tuyalar ham bor ekan. Mana solimlar, xudo xolasa bugun ko'pkari ajoyib bo'ladi-ya. Zo'r bo'ladi ob-havoni qarang. Ob-havo ham zo'r. Qani 6 ta tana bor ekan. 6 ta tana bor ekan. Ana 7 ta toy bor bittasi. 7 ta toy, ana 7 ta toy bor ekan. Mana toylarni ham hozir bir ko'rsatib o'tamiz-a. Tak. Mana toylar. Yigitlar, polvonlar, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa solimlarimizni ko'rsatib o'tdik-a. O'zingizda nima yangiliklar, aka? Yangilik shu 13-dekabrga harakat. 13-dekabrga. Mehmonlarni, podpishchilarni taklif qilamiz. Narigi bet, bergi bet, O'zbekiston hammasi kelsin. 13-dekabr sanasida Choriq Daronda bo'ladi. Chayroq Dayronda katta ko'pkari Muhammadjon akamiz shashlikchi desa hamma taniydi. Sponsor Muhammadjon aka shashlikchi. Mana o'g'illar, farzandlari bo'ladi akamiz. Bir narsani ko'kmarimiz boshqa ko'kmarlardan qaraganda ajraladi. Juda ham bir o'zgacha bo'ladi-ya. Endi Prizlar bor. yoqda ko'raveradi. Xudo xolasa, Kelingizlar. Bo'ldi, gap yo'q aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Harakat qilaveringizlar. Gap yo'q. Xo'p, mana endi otlar kelishni boshladi. Asta-sekinlik bilan. Ozgina mana otlarni olib boramiz. Yangi ot deydimi? Yangi ot topdim-ku. Mana juda ham qiziqda mana obunachilarimizga. Yangi otlarni, mana buyuk otlarni ko'ramiz. O'zim mana bir hafta bo'ldi kelganimga xabarlaringiz bor. 3-chislodagi uloqdan boshlab shu yerdaman. Ana endi harakat qilib mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda Shuhrat akamiz, Haj akamiz turibdilar. Assalomu alaykum. Haj aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Harakat qilyapsizmi? Mana sekin. Bu nimaga yangi ot deyapti? Yangi ot oldingizmi? Jaguar qaytarib olganman. Jaguar qaytarib olgansiz. Jaguar qaytib keldimi sizga? Mana men aytdim, bu Jaguar kechagida 3200 so'mga varaq qildi-ya, adashmasam. Aslibek polvon. Men bu Jaguar mana ko'rib turganlaringizdek, avvalgi Jaguar marralarni mana qilishni boshladi. Necha yoshda edi Jaguar? Bu yil xudo xolasa 12 da. Bu yil mana xudo xolasa 12 ga to'ladi. Faqat Aslibek cho'yaptimi? Faqat Aslibekka berasiz-a? Ana, faqat mana asli bugun chopadi-ya, xudo xolasa. Bo'l, marralar kutib qolamiz. Hoj aka, charchamaysiz? Omad o'zlari. Gap yo'q, xo'p. Mana Jaguar Shohid akamizga qaytibdi. Ko'pchilik mana biladi, taniydi. Mana hozir yoqda ham o'yinlar boshlandi deyapti. Shuni aytib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Polvonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qayerda oti? Qurilishda oti? Kimda? Husanboy hojini. Mana qurilishda otlar. Ot nomi nima edi?
Almaz. Almas. Bu yoqchi. Qaramazorda ot, ya. Hozir bu yerda ko'ramiz. Mana qayerda? Assalomu alaykum. Hoji boy, kelib qollaringizmi? Charchamayapsizlarmi? Harakat bo'lyapti mana Qaramazorda. Million a? Biroq. Bu yoqqa kallasini shunday qayirsangiz. Kim chopayapti hozir? Hozirmi? Siroj. Sirojini polvon, Paxtakor. Mana Sirojini polvon Paxtakor. Abdulaziz, million. Buni keyingi otimiz. Assalomu alaykum. Kelib qollaringizmi? Qayerda ot ekan? Qaramazor. Kimda oti? Okean. Yasibojinin oti. Yasibojinin oti Okean. Okean. Necha yoshda edi bu? 8 yoshda. Kim chopayapti polvondan? Abdulaziz polvon chopayapti. Mayralan kutib olamiz. Bu yoqchi bu ot. Zarchashma. Qaramazorda oti, ya? Zarchashma. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bu otning nomi nima edi? Dubay. Qaramazordan Dubay nomli mana tulpor. Kimniki? Shurajon hoji akamiz otlari. Dubay. Mana bu yerda. Bu keyingisi-chi, bu keyingisi. Otlar harakat qilyapti. Assalomu alaykum. Polvon aka, yaxshimisiz? Bu qayerda oti ekan? Qaramazor. Kimda oti? G'ayrat hoji akamiz oti. Nomi nima edi? Bo'ysun, Bo'ysun. Yangi ot, a? Mana yangi ot deganimizga mana Bo'ysun. Qaramazor yangi oti. Mana bu yerda yana otlar ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Harakat qilyapsizlarmi? Bu qayerda oti ekan? Dirishtga. Kimda oti? Narzullo hojini oti. Komissar. Necha yoshda? Kim chopayapti? Navruz polvon. Mana komissar. Dirisht oti Navruz polvon chopayapti ekanlar. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qana, aka, bu qayerda oti? Qarajing'il oti. Kimda ot? Erali hojini oti. Erali hoji bobomizni oti. Otning nomi? Otning nomi Tayfun. Tayfun. Necha yoshda? 10 da. 10. Kim chopayapti? Habibullo polvon. Habibullo polvon chopayapti. Bugun maralar kutib qolamiz ekan. Buzchi. Assalomu alaykum. Qayerda ot? Qarachi, kimda ot? Erali hojini oti. Ya, Erali ikkinchi otlarmi? Otning nomi nima? Istanbul. Necha yoshda? 8 yoshda. Ya, bu polvon, Habibullo polvon buni ham. Maralan kutib qolamiz, charchamangizlar. Mana endi sekin borib, hozir qo'ldan kelgancha oldik, qolganiga yana yangi otlar bo'lsa olamiz, bo'lmasa birta polvon akalarimiz bo'lsa mana bo'lmasa xayrlashamiz. Yana raqam yozib qoldirib ketaman, azizlar. Mana endi qadrdonlar, qadrli obunachilar, musofir yurtda kuzatayotgan akalarimiz. Tak, qanday olinyapti? Yaxshi 05 ekan. Kimda kimga Xo'jaand shahridan kvartira agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta mana quyidagi raqamlarni yozib qoldiramiz. Telefon qilib, qayerda, qanday joylashgan, necha kvadrat, sumlari qancha, hammasini ma'lumotini o'sha nomerga telefon qilib olishlaringiz mumkin. Aldagam yo'q. Polvonlik aldagam yo'q. Mana aldama deyapti. Hozir ko'ramiz. Kim aytdi? Nima o'z bilarmikan meni aldama deydi. Meni olma deb tosh ko'tarib turibdi. Shu uchun olmayman kimligini ham, ovozini ham tanimadlaringiz. Polvon aka, men bitta yaqin qadrdon akam bor, nomerni yozdim.
Agar sizga hujjatdan kvartira kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha raqamga telefon qilib, ko'rib, kvartira olishingiz mumkin. Bilaman, 2-3 ta kvartirangiz bor, lekin qo'shimcha bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Mana, assalomu alaykum. Qarang-chi. Eng Agujas. Qissako'z. Nomiyas? Orzu. Chand sola? 6 sola, lekin saf-safet. Orzu mekadagi asbudasi ya. Ina asbu Agujo. Qissako'z. Sayinbovo. Aspashon. Trassa. 4 sola. Inachi? Baron. Inam Sayinbovo. Gavnes. Mana. Assalomu alaykum. Shimo durustmi? Sayinbovo nazmi? Salom guftamoni da. Salomat boshing. Mana. Guzarib qissa qo'yib. Gavnes harat kuntu. Mana bu qayerda otlar ekan? Shoqodamda mana mesni otlari. Mana kimning oti? Abduvali Hoji akamiz otlari. Otning nomi? Karol. Necha yoshda? 6 yoshda. Mana shoqodamning. Kim chopayapti? Hali bergan yo'qsizlar. Молодецsan. Toy ekan hali. Ha, olmaymi? Bo'ldi, olmadim mana. Qani qo'ylarga ketamiz bo'lmasa. Ha, mana bu yerda ham assalomu alaykum. Qayerda otlar ekan? Qorajing'ilda oti. Kimda oti? To'ychibayda. To'ychibay akamiz otlari. Otning nomi nima edi? Fatih. Necha yoshda? 7 yoshda. Kim chopayapti? Endi chopadi-ya? Ha, yangi otlar bormi? Yangi otlar kelyaptimi? Yangi otlar kelgan. Yangi otlar ko'rsatsangiz olib qo'yaradim. Ha, assalomu falon yaxshimisiz? Bu qanday ot ekan? Yangi ot. Yangi ot, qarajolar, mana yangi ot. Otning nomi? Ha, hal ism daji qo'yilgan yo'q ekan. Juda rangi ham chiroyli ekan. Necha yoshda ekan bu ot? Bilmaysiz. Kimga keldi? Xolmamat Qarajing'ildan, Xolmamat akamizga kelibdi Qarajing'ildan. Kim chaqiryapti dedi? Mana Qarajing'ildan polvon akalarimiz, otvoz akalarimiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana brilliant. Shuni YouTube'ga kirib brilliant desangiz, barcha marralari chiqadi, xudo xolasa ko'raverasizlar. Ana polvon akalarimiz, charchamayapsizlarmi? Harakat qilyapsizlarmi? Bir ikki og'iz so'z aytib qo'ysalaringiz. Gapiring, katta bo'lsayapti. Alvoy gapiring. Qanday ob-havolar qanday bugun? Ob-havolar zo'r, sayl bo'ladigan bo'ldi bugun. Tomoshabinlarga bugun mazza bo'ladigan bo'ldi. Ana, Rossiyada ham kuzatyapti-da, o'zimizni tovuqlarni ko'rib bir mazza qilyapti mana. Hamma yasanaman cho'p ketsin ish qilib. Ha, mana aytganingiz kelsin. Sizlarning omadlaringiz bersin, bolon akalar, charchamangizlar. Xudo xolasa, bo'ldi, gap yo'q. Agar marralar kutib qolamiz-a, bo'lmasa? Kim chopayapti bu yilga? Xursamurod? Gap yo'q, kutamiz. Ha, mana endi o'sha o'yin uloqqa mana start berildi. Endi buni yig'ishtiramizda o'yin vaqti olamiz. Lekin men bir ot ko'rdim. Shuni yuguraychi, isbet qilaman ekan. Bo'lmasa ketib qoladi-da. Mana bu ot. Ha, buni ta'riflashga prosta tilojiz. Nimaga? Hammaniki o'ziga oy ko'rinir, ko'ziga degani uchunmi? Bilmadim, lekin mana bu otga men balik. Aga, tayyorgari qanday? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uloq tushi deb tayyorgarlik ko'rib ketmoqchisizmi? Bir marta bering, bir marta meni kelganlik berib minganim yo'q. Qani bu yoqqa o'tingchi bo'lmasa? Ana endi mana olapakkiga o'tirib, bir sayr qilamiz-da. Bo'l, tezroq kelaman qurilishdan. Ilhomjon akamizni otlari, Ilhomjon aka, bitta like bosib qo'ying mana bu otga. Ot menganiki deydi-yu, qana aka, men otga minyapman lekin, bu ot endi meniki. Endi sog' bo'lasizlar. Charchamangizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar, Instagramda ham kuzatib boringizlar. Mana xudoxot sarshut, hali o'zi mashqiy sarshut. Mana inja tayyor desodim.
Mayinja va rais va harakat qilsin. Assalomu alaykum. Rais, assalomu alaykum. Shuma durustmi? Harakat chiqib, raqsosmi? حرکت نظمانی رو در دهه شو قدم سولخش حیات الله میربا هوا را دادای قولی ناس چند نه از قوم آمدگی خدا خواهد در خورسنده کده حلال خوب کیزه میده میگذاره میده Hamudi nesi hamma joy zo'rmi? حضرش همش شد فایده خدا خواهد الله طلب میکنیم امارو دوم میکردیم که همین معرکه امروز کسی خورسنده کتی و حلال پاک کیزه گذاره Gale. Shuma va rahmat, rais. Shuma va rahmat. Salomat bo'lishing. Gale, salomat bo'lishing.